Dünya Uyghur Qurultayı Xitoy diktatori Xi Jinpingning Yevropa ziyaratiga qarshi bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarning salqarilayotganligini ta'kidladi. 6 kunlik Yevropa ziyoratida bo'layotgan Xi Jinping bultur Rossiya ziyaratidan boshqa 2019 yildan buyon tunji qatim Yevropaga ziyoratga kelgan. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqun Aysa mundaq dedi. Fransiya Xitoy hukumatining Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongda shundaqla butun Yevropada qolgan kishilik huquq tafsandachiligi va Xitoyning davlat alqagan besimini kunsiri o'tirg'a qo'yish kerak. O yana mundaq dedi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ochiq-oshkora kun tartibga keltirish kerak. Chunki Fransiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgan dedi. Dünya Uyghur Qurultayı ve Uyghur Kişilik Huquq Qurilishidan tashkillangan 4 kishilik hay'at yaqinda Malayziyaga berib, islomiy tashkilotlar va kishilik huquq tashkilotlari bilan uchrashish faoliyatlarida bo'lgan. Faoliyatdan keyin Malayziyadagi islomiy tashkilotlar o'rtaq bayonot e'lon qilib, Uyg'ur masalasini unutib qolmaganligini va uni o'zlarining kun tartibida tutib turadiganligini alohida jakalagan. Uyg'ur Kişilik Huquq Qurilishining ijroiya raisi Ömer Qanot apandi mundaq dedi. Malayziyadagi eng chong g'alaba shu bo'ldiki, 30 aprel kuni Malayziyadagi islomiy tashkilotlar o'rtaq bayonot e'lon qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun davomlashtirishadiganligini, Falastin masalasi bilan bo'lib ketib, Uyg'ur masalasini unutib qolmaganligini, Uyg'ur masalasida Falastin masalasiga o'xshash o'zlarining kun tartibida tutib turadiganligini jakoladi. Bu Malayziyadagi faoliyatlarimizni to'sishga tirishayotgan Xitoyga berilgan eng yaxshi javob bo'ldi. Amerika o'zak eksport uchun Xitoy texnik shirkati Huawei'ga berilgan bir qism ijozatnomalarni amaldan qoldirib, texnik sohasida yangi to'lqin paydo qildi. Amerika Savdo ministrligi seshanba kuni Xitoy telegraf magnati Huawei texnik shirkatiga o'zak avatishga ruxsat qiladigan bir qism ijozatnomaning bekor qilinganligini e'lon qildi. Bu qadamning Amerika prezidenti Joe Biden hukumatining Huawei'ni texnik cheklash uchun parlamentning besimi bilan o'ttirg'i qo'yilganligi ma'lum. Cumhuriyetçiler Partisining parlament a'zosi Elsi Stefanik mundaq dedi. Bu harakat Amerikaning davlat bexatarligini kuchaytirdi. Amerikaning aql parastini qo'g'daydi va kommunist Xitoyning texnikasini ilgari surish iqtidorini tuvaltadi. Angliya Davlat Mudofaa Ministrligi Xitoy xakerlarining hujumiga uchragan. Bu hujum Angliya Mudofaa Ministrligi xodimlari va bir qism peshqadam askarlarning ism familiyasi, muoshi va bank uchurlarini nishon qilgan. Xitoy taraf Angliya Davlat Mudofaa Ministrligi xizmatchilarini o'z ichiga olgan kishilarga 2 yoki 3 qatim xakerlik hujumi qilganligi bilan ayblangan. Fransiyaning G'azza qirg'inchiligida ochgan yangi sepida hujumlar davomlashmoqda. Falastin xalqining eng oxirgi panohgohi bo'lgan Rafahga qarshi harakat boshlashni qaror qilgan Isroil armiyasi chegara rayonini 24 soatdan ortiq bombardimon qildi. G'azza Sahiyya ministrligi Isroilning yaqinqi 24 soat ichida shaharda elib bo'lgan hujumlarda 54 falastinlikning qazo qilganligini, 96 kishining yaralanganligini e'lon qildi. Rafahning sharqida Isroil armiyasi bilan Falastin guruhlari o'rtasida shiddatli to'qinishlar davomlashmoqda. Pul paxalligi yuqori bo'lgan Janubiy Amerika davlati Argentinada qimmati 11 Amerika dollariga teng bo'lgan tunji 10 ming peso qog'oz pul ishlatishga boshladi.